Assalomu alaykum onlayn reklama a'zolari. Sizlar bilan g'ayibona yana bir bora uchrashganimdan nihoyatda xursandman. Bugungi temamiz jigar qotishi va gepatit C-D bor degan bemorlarimiz haqida, kasallik haqida suhbatlashamiz. Bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizga tabiiy giyohlari, malham siroplari yordamida jigar qotishi, jigar bilan bog'liq bo'lgan muammoli kasallik turlariga, gepatit kasallariga shifosi bor bemalol kelib lechini olib sog'ayishlaringizni tavsiya qilaman. Bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markaziga shunaqa bemorlar murojaat qiladi. Mani jigarim qotibdi, menda jigar sirozi bor va menda gepatit C bor, gepatit D bor degan bemorlar murojaat qiladi. Allohning qudrati ila tabiiy giyohlar, malham siroplar yordamida jigar qotishi butunlay sog'ayadi. Gepatitni C-D turi bo'lsa ham butunlay qondagi virus chiqib ketib, gepatit butunlay yo'q bo'ladi. Allohning qudrati ila. Avalam Alloh dard bergan ham darmonini ham berib qo'yibdi. 31 yillik ish faoliyatimdan kelib chiqib holatda aytaman. Jigar qotishiga ham, jigar gepatit C'ga ham, D'ga ham shifosi bor. Bemalol kelib lechini olib sog'ayishlaringiz mumkin. Bemorlar aytadi, jigarim qotgan, 5 yil, 10 yildan buyon davolanaman, sira o'zimga kelmayapman, dardimdan xalos bo'lmayapman deydi. Gepatit C-D kasalligi bilan og'ringan bemorlarimiz uchraydi. Bular aytadi, qancha yildan buyon davolanaman, sog'lom bo'lmayapman, gepatitdan butunlay qutulmayapman. Men gepatit bo'yicha uxlatib ham qo'ydim. Gepatitimni uxlatib qo'ydim. Hindistondan kelgan tabletkalarni ichdim deydi yoki o'qilini oldim deydi. Men deydi holsizlik bor, ishtahasizlik bor, qayt qilish bor deydi. Oshqozon osti bezi chishishi bor deydi. Oshqozonda gastrit bor deydi. Kindik atrofi og'riydi deydi. Qorin bo'shlig'ida og'riq bor deydi. Kindik atrofida og'riq bor deydi. Shunaqa og'riqlar bezovta qilib turibdi deydi. Mani gepatitim uxlaganmi deydi. U holatda gepatit uxlamagan bo'ladi. Unaqa og'riqlar seziladigan bo'lsa, agar uxlasa, siz sog'lom odamdek yuraverasiz. Hech narsa sezilmaydi sizga. U holatda uxlagan bo'ladi. Bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizda tabiiy giyohlari, malham siroplari yordamida jigar bilan bog'liq bo'lgan kasallik turlariga shifosi bor. Bemalol kelib lechini olib sog'ayishlaringizni tavsiya qilaman. Gepatit C-D turlari bo'ladigan bo'lsa, bittasi bo'lsa C bo'lsa, bittasi bo'lsa 7 kurs, ikkitasi bo'lsa 14 kurs lechini olasiz. Qondagi virus butunlay chiqib ketadi. Siz gepatitdan butunlay qutulib tinch omon bo'lasiz. Allohning qudrati ila. Avalam Alloh, qolaversa sababchimiz tabiiy giyohlar, malham siroplar yordamida sog'ayishingizni tavsiya qilaman. Bemalol kelib lechini olib sog'ayishlaringiz mumkin. Qondagi virus chiqib ketadi, butunlay gepatitdan qutulasiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, layklaringizni bosaveringlar. Yuqorida efirlarimda aytgandek, bitta laykingizga bitta tuya so'yib, 1000 ro'zadorni iftorlikka Allohning uyida, muborak Allohning uyida iftorlik bergan savobga ega bo'lasizlar. Shuning uchun layklaringizni bosaveringlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Bemorlarimizga Allohim shifosini bersin. Sog'lom insonlar hech ham betob bo'lmasin.